Bir buvay bulup, tinch, varang-churung yo'q bo'lgan muhitda aram ilishni yaxshi ko'radi ekan. Biroq bu buvayning derazasining yanida bir kichik maydon bo'lib, bu mahalladagi kichik bolalar davomli bu maydonga kelib, har xil o'yinlarni o'ynag'achqa, varang-churungning dastidan buvay birer kunmi bexaram, tinch aram ololmabdi. Buvay har qancha yolvurgan va bolalarni qo'g'lab tillagan bo'lsa-mu, bu bolalarning bu maydonga kelib, varang-churung qilishini to'sib qololmabdi. Buvay oxiri bir amal tepibdi. Shuning bilan buvay bularga mundoq debdi: "Bolarim, men bu g'irib gapimda kunda yolg'iz o'ltirib, bakmo zerikib ketgan edim. Helimi yaxshi sizlar kunda kelib bu yerni qizitiyotsizlar. Shunga bugundan boshlab bu maydonga kelib o'ynagan bolalarga men bir qo'ydan mukofot beraman" debdi. Bir necha kundan keyin buvay bolalarga yana shundoq debdi: "Bolarim, yaqindan yenimda jiq pul yo'q. Shunga atidan boshlab sizlarga 5 modin pul beralayman" debdi. Balalar ko'nglida sal norozi bo'lgandek qilgan bo'lsa-mu, yanala ma'qul bo'pti. Yana bir necha kundan keyin buvay balalarga yana mundoq debdi: "Bolarim, mening yanimda pul qolmadi. Shunga buningdan keyin sizlarga pul berolmayman. Biroq sizlar davomli bu maydonga kelib o'ynab bergan bo'lsanglar, bo'lamdi" debdi. Buvayning gaplarini anglab, bolalarning bakmo ochiq kepti va buvayga: "Pul bermasang, sening bu eski maydoningga hargiz kelmaymiz" debdi. Va shuningdan keyin rostilla bu maydonga kelib varang-churung qilmabdi. Buvaymo shuningdan keyin tinch aram olalaydigan bo'pti. Do'stim, bu hikoyadan nimani tushundingiz? Bugungi mazmunni yoqtirgan bo'lsangiz, ostidagi saykan degan xatni besib qo'ying.